Assalomu alaykum. Endi ishlayotidi mening mikrofon. Kablo simliq mikrofonni tiqib telefonimga qilyaptiman. Bu Hamid akamninki burunmi deganiga o'xshash. Payg'ambar alayhissalomninki g'ayibni bilmaydiganlik to'g'riliq Qur'oni Karimda nurg'ulg'an oyatlar bor. Hozir men ChatGPTdan so'radim-ku masalan. G'ayibni faqat Alloh biladi deb buningda An'am surasining 59-oyatini g'ayibning ochqichlari Allohning huzuridadir. Ularni faqat Ulu biladi. Yani g'aybning butun bilimi Allohga xos ekanligini e'lon qiladi. İkinci A'rof surasi 188 oyat. Aytqinki men o'zimga Allohning xohishidan boshqa ne foyda ne ziyon keltirolmayman. Agar g'aybni bildigan bo'lsam, albatta ko'p foydali ishlarni qilgan bo'lardim va menga hech qanday yomonlik yetgan bo'lmasdi. Bu oyat payg'ambarga bevosita hitоб qilib, uning g'aybni bilmasligini aniq bildirdi. Endi uchinchisida Jin surasi 26-27 oyatlar. G'aybni bildigan Allohdir. U g'aybni hech kimga ochmaydi. Faqat rozi bo'lgan payg'ambarlarni mustasno qiladi. Bu yerda Allohning g'aybni faqat o'zi bildiganligini ve peygamberge fakat vahiy orqali bildiradiganligi aytilgan. 4. Luqman suresi 34. ayet. Kıyametning bilimi Allohning huzuridadir. Yağmurni o tushirdi. Yani yürekdikini, qalbdikini o biladi, ko'ngildikini. Hech kim ate nima bo'ldiganligini bilmaydi yana. Ate nimaning yuz berdigan. G'aybning keng doirasini ko'rsatib, odamning kelajakka bo'lgan bilimining chekli ekanligini ta'kidlab qiladi deb tarjimalar chiqibdi-da. Bu oyatlar Ko-Pilotdan so'ralgan savolga bergan javobida bu oyatlar payg'ambar alayhissalomning g'aybni o'zining bilmaydiganligini, faqat Allohning belgilagancha biladiganligini, bildirdigancha biladiganligini aniq ko'rsatadi. Bu tavhid nuqtasidan muhim bo'lib, payg'ambarning odamlik vazifasini to'g'ri tushunish uchun zarur deydi. Yani payg'ambar alayhissalom men bir kahin emasman. Mesela g'aybni bilgan bo'lsa buni kahin deb turib oladida payg'ambar alayhissalomni. Voy bu ashu inson bilgili olmaydigan gaplarni qilyotidi, bu odam emas, bu boshqa bir narsa bu deganga o'xshash. Payg'ambarning payg'ambarlikka e'tirof qilmaslik uchun uni kahinga o'xshatib, jinkashga o'xshatib, g'aybdan gap qiladi bu debchi. Ashunday deb turuvdilar. Yani biz hozir nima deymiz desa, bizmi shu mushriklar, Mekke müşrikleri, nerenin müşrikleri olsun, Uygur müşrikleri olsun, hemisi nima deyotidi desa hozir Peygamber Aleyhisselam g'aybni biladi deydi. Bu noktada hem de mesela Rum suresida bir ayet var o. Yani en cho'nqur yerdagi ham chuqur unda yani urushda g'alaba qildiganligi to'g'riliq. Shunga aloqador Rum imperiyasiniki ham mag'lub bo'ldiganligi to'g'riliq degandekchi. O'shada bir oyat bor. O oyatni qarablam shundan g'aybni biladi payg'ambar alayhissalom ashunda oldinlar bishorat bergan. Uni Alloh bildirdi uning uchun. Shuni deb berdi bizga uchun. Payg'ambarlar deb berishqu, tabliq qilishqu, eqitmay, temitmay. Shunga u nuqta aniq bo'lish kerak. Undan keyin bu İstanbul'un fethi to'g'riliqmi? O hadisninki sahih emaslik to'g'riliq rivoyatlar bor, nimalar bor. Uni o'zinglar izlanib qilsanglar bo'ladi. Hamda eng muhim nuqta, men demoqchi bo'lgan gapning postkallasiga kelsak, shu nimaninki olimjon inoyatninki Çin'in mito-stratejik yöntemi ve asimilasyon degan. Yani alimjon Çin'nin mito-stratejik usuli ve assimilasiya degan shu nimasida nutqida men shu naq maydonda bordim. Yomon yaxshi gaplarni qildi. Bu necha minutlik nima ekan? Qarab boqinglar. 30 minutlik meni.
30 minut 25 sekundluk bir nima ekan bu leksiya ekan, yarım soatlik. Aşını vaqt chiqarib tinchanglar. Bu turkcha berilgan bir nutuq. Bunun da Xitoyninki Uyg'ur bizning vatanimizni, Sharqi Turkistonni, Uyg'uristonni assimilyatsiya qilish uchun uni shu har xil rivoyatlarni o'ydirib chiqarib, undan keyin Osiyani qandoq mustamlaka qilish uchun strategik planlarni tuzganligini, qaysi vositalarni qo'llanganligi to'g'riliq ma'lumot berdi. Alimjon Inoyat professor doktor. Bek muhim. Aşı aşı sual bormi degandan keyin dars so'zlab bo'lgandan keyin men savol so'radim shu yerda. Anda bo'lsa bu dindan foydalanib, masalan shu mana shundoq nimalarni qiladi ekan desam o savolga javob bermaydi-chu. Buningda aslida men misol deb demoqchimcha Istanbulning fathi to'g'riliq, masalan Istanbulning fathi to'g'riliq bu rivoyatni, bu hadisni sahih emas deganlar bor, lekin uningki nimasi gerçek amallashilganda. Shunga sahih deb demak qolsa u bu degandek hatto maxsus nima deydi u bir sababi borku qiyrig shu mena shu Istanbulni fath qiladigan shu nimaga qaytiladi nimaga yurishga, ya'ni fathga deyiladi, yurishga, harbiy yurishga. Ammo o'ylab ketadi, o'ylab ketgan chog'da Abu Ayyub Ansari, Ayyub Ansari deb bir sahoba. Hatto Ayyub belediyesi deb belediye var İstanbul'da. Aşu'nunki acayip hikayeler varmış şu. Aşağıdan 93 yaşında o'ylab ketibdikin. Ammo şu bir ömür, şu men İstanbul'ni fath qiladigan aşu qo'shinni ko'rsam, aşuning nimasida aşularning qo'shinin qatnashib jangga borsam deb, hatto o'ylab ketadigan vaqtimda men shu İstanbulga fath qiladigan askarlarninki, otlarininki tuyoqlarini anglab yotayman. Aşağıda bir yerga meni dafn qilinglar debchi, işte debdikin. O to'g'riliq Abu Ayyub Ansariydan o'rganishga aloqador o to'g'riliq so'zlangan nutqli tabliği yomon chiqib shu turklardan biladi. Yoshlarni da'vat qilish uchun hatto sizlar yosh turib nimandaq irodasiz qarab boqinglar, Abu Ayyub Ansari 93 yoshida shu jangga qatnashgan deb so'zlanib qoldi. İstanbulning fathiga aloqador bu Türklerning İstanbulni fath qilgani hisob emas deb men eshitdimki, biz qaytadan fath qilamiz debchi degan gaplar bor. Bag'dodiyninki. Hatto Uyg'ur bolalarmi menga degdi bu gapni-chu. O'tganda bir deb o'tgandim. Voy 3 takbir bilan İstanbulni fath qilamiz debchi. Degan chog'da shu Allohu akbar deb 3 takbir to'g'lab kelsanglar men bo'ynimni sizlarga tutib biray, qilich bilan urib bo'ynimni kesib sizlarcha tilimdan judo qilinglar. Ayni qilib fath qilinglar İstanbulni deb aytaliqi gap qilsam degan u bola o gapni anglab, aka nimada gap qilasiz dedi. Tamam bu burunqi fathlar hisob emasmikan desam, yo'q biz qaytib nima qilamiz dedi. Ondan keyin o bola shu balkim bombada portlab o'zini portlatib o'lgan bo'lishi mumkin, bilmayman. Ondan keyin shu Erdo'g'anni bu tag'ut debchi biz shu Erdo'g'anni yo'qitimiz, qaytadan İstanbulni fath qilamiz deb gezitlari o eshitdim uchun nimalar chiqdilik o'z vaqtida. O bir masala. Endi har qanday bir olimcha aynatniki anglasana yaxshi tushunisi bu narsani. Her qanday bir mustamlikachi kuch bir yerni ishg'ol qilish uchun ashyaga aloqador shu nimalarni to'qib chiqadi ekanda, shu mitologiyalik, ya'ni mitologiyalik mit hamda nima mit degan shu rivoyatlar, afsonalarni o'ydirib chiqarib insonlarning orasida taqil etgan bu gap. Taqilgandan keyin masalan bu mesela Yevropaninki boshqa davlatlarni ishg'ol qilish uchun aşağıda aşındaq nimalar, aşındaq narsa yezilib, aşındaq xaritalar, aşındaq kitoblar,
Aynen rivayetler, işte romanlar yoki hikoyalar yezilib, aşağıda acayip baylıklı vaken, yoki u yerning xalqi masalan uchun beklam nomratgan, biz berib ularni qutqizishimiz kerak. Yoki bo'lmasa Amerika Iroq kelganga o'xshash, u yerda demokratiya yo'q. Biz demokratiyani ximiyli qurol varken, shu qurolni biz atom bombasi varken shuni betaraf qilishimiz kerak. U bu deb deganga o'xshash. Masalan, Xitoylar kelgan vaqtidami Uyg'urlarni biz sizlarga 3 yildan keyin chiqitimiz yoki shu sizlarga yangi sizlarga yordamlashib yo'l yasab beramiz. O qulimiz bu qulimiz deb yo'lni yasasa nima uchun yasaydi desa o'zining tanklarini akilish uchun harbiy texmi ishtiroq ishg'ol qilish uchun yo'llarni yasaydi-da. Ammo bizga sizlarga shu yo'llarni yasab biz sizlarga bext akilamiz deb keladigan gap. Mana shunga o'xshash. Hatto o'sha binolarning o'ttirisidagi ko'chalarninki iliqi nimisimi odatda qurilish solgan chog'da, loyihalagan chog'da tanklar kiralaydigan holat qilib yasaydi ekanchi. Hatto poyezdlarning relslarimi shu urushda tanklarni yo'tkallaydigan holatda shu tanklar patadigan shunday holatda yasaydi ekan demdicha. Biz hozirmi shunday o'xshaydi hamda. Ayni o'xshash bu nurg'un narsalarni strategik mandaq tushunib, mandaq planlar bilan qildi ekan endi. Shunga shu mitlarma, rivoyatlarma shunga o'xshash. Masalan, Istanbulni fath qilish deganga o'xshash shunday narsalarningki chiqishimi endi bekorga chiqqan narsalar emas endi shu. Nurg'un qatim yurish qilib, masalan, necha qatim 30 nechinchi qatimda undan keyin Fatih Sulton Mehmetga nisb bo'lamdi bu Istanbulni fath qilish. Shu bak ko'p qatim musulmonlar qo'shin boshlab kelib, ololmay oxiri Fatih Sulton Mehmetga nisb bo'ladi endi. Hatto mana Fatih Altaylı'nınki bir gipi var. Turumluğan da hozir u odam jurnalist. Uningki mana bir qiz gipi borchu. İstanbulni bir pay o'qma atmay turib fath qilgan Fatih. İstanbulning Fatihi Bashar Asad debchu, işte deydichu. Shunga o gap beklam qiziqarli gap, ammo Turkiyaninki nimasi uchu hozirgi real holati hamdichu. Shu o gapni muxolifatdagi partiyadagi bir odam deydi-ku, milliyetçi bir odam bor, o'tirmay yetib chiqdi-ku ammo. Shu deydi hamdichu. Nima o'zdaq degan odamchu. Shu gapni qildi. Şu bu bek nima masala, zil masala. Bu gapni biz qilsak nima deydi desanglar, balkim bu degan shu hadis inkorchisi oxirgi kelib İstanbulning fathi degan hadisni inkor qilibdi debchu. Shu gapni qilishi mumkin. Aniqdamdi shu yonboshqa elishi mumkin bizni uchun. Nima desa mayli hamdi Alloh subhanahu taoloning payg'ambari Rasululloh g'aybni bilmaydi. Şuna İstanbul'un fethi toğruluq tədqiqat maqalları, o toğruluq sözlənən dərslər var, üzərinə berib tinsanlar болады. Şuna oydurma hədislər, bir oydurma rivayətlər bekar çıxmaydı demişim. Şuna mesela ayollar toğruluqmu, oydurulğan nurgun rivayətlər varmış, hədislər bizə yutquzulu. Hədisni vəhiy deb yutquzulu, Qur'an bilan təngdəydi. Peyğəmbər əleyhissalam gap qılmasmı deydi degəndəkçi. Bu to'g'ri tushuntirishni jek qildik. Shunga shu gapni deb qo'yay dedim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin.